kechagi darsligimizda qo'ygan taymerimiz psiqotil ulanishini bu yerda sotuv bo'limiga qo'yganmiz. Bizlar ham sotuv bo'limiga. Bu временный shitimiz, временный shitimizga qo'yganmiz. Soat 8da 9dan 9ga nastroykasi to'g'irlaganmiz. Bu 1 soat oldin onda o'chadi. Bu временный shitimiz, dasturimiz временный sotuv bo'limi uchun qo'yilgan. Chillerlarga cheklar. Hozircha shuni surovga qo'yganmiz. Havolantirmadan beri chillerlarga surovga qo'yganmiz. временный shit kabellarga qo'yganmiz. временный shitimiz bo'ladi bu. Biz hozir psiqotilga fotorelay bilan qanaqa ishlatishni ko'rsatamiz. Bu fotorelimiz hamma biladi buni. 25 amperlik bir kirish, bir chiqish 0 bo'ladi. Bunda nagruzkani kattali joylarida qanaqa ishlatishni через psiqotil ko'rsatamiz. Buni biz maxsus sotuv bo'limi uchun tomga qo'yganmiz. Bu tashqari tarafdagi освещениyaga lampalarni yoqish uchun ishlatiladi. Buni qanday psiqotilga ishlatishni bog'lanishni ko'rsatamiz. Bu fotorelayimiz bu mayda osvesheniyalar uchun, salvadagi katta ekstralik proyektorlar uchun analizlangan. Bu osvesheniyalar, mayda osvesheniyalar, gullar ichidagi osvesheniyalar, maxsus ledlar uchun. Nagruzka ko'p joyda fotorelayni через psiqotil ulashni bog'lanishini ko'rsatamiz hozir. Endi ulanishini ko'rsatamiz. Bu fotorelaydan keyin kabel. Keyin kabel. Bu promoy. Bir fazadan 220 beryapmiz. Bu kirish. Bu fotorelaydan qaytish. Psiqotilda aber kontagiga ulangan. 0 promoy 0. Bu 0imiz pirmichka. Через 0 bilan 0 promoy borib turibdi. Bu fotorelayga kirish, bu fotorelaydan qaytish. Bu через psiqotil bog'lanishi. Psiqotildan chiqishimiz avtomatlardan освещениyalarga tarqaydi tashqariga. Bu временный shitimiz hisoblanadi. Boshla. Taymerda qanday ulanishini ko'rsatamiz. A2'ye olayımız. Öyle. A2'ye olayımız. Nur Pro'yu tabii düşüyor. A2'den Timer'in 7'ye gelen Nur Pro'yu. Pirmichka bo'ldi. Birdan chiqish. Psiqotilning aber kontagiga.
Belli bir işe oldu. Nöbden çıktı. Yorgalar geldi. Koşamız. Üst kabelimiz işledi. Endi timerdan to'g'rilaymiz. Kerakli soatni ochamiz. 24 soat bor. Kimga kerakli soatini ochadi. Ayni soat kelganda psixiatr o'zi ajratadi. Yana soat kelgan payti qo'shadi. Qo'shdi. Soat keldi. Ayırdı. Mana shu sistema. Bu sistemani projektorlarga ishlatsa ham bo'ladi, zavodlarda ishlatsa ham bo'ladi, suv nasozlarga ishlatsa ham bo'ladi, kimga qayerda kerak bo'lsa ishlatsa bo'ladi.